Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, to'g'ridan to'g'ri efir orqali Voha 24 informatsion dasturini tomosha qilyapsiz. Sariosiyo tumanida joylashgan Sangardak sharsharasi Termiz shahridan 205 km masofada joylashgan. Sharshara suvlari tog'ning 150 metr baland qismidan oqib tushadi va uning suv tomchilari yerga urilib, mayda zarrachalar yerdan ko'tarilib, havoda tuman hosil qiladi. Buni ko'rib kishi nafaqat zavqlanadi, balki tomchilar ohangidan hosil bo'lgan musiqani tinglab ruhi quvvatlanadi. Daryo bo'ylarida yovvoyi o'simliklardan anjir, uzum, tamariska, archa va boshqa daraxtlar o'sadi. Muxbirimiz Dilnoza Mamaraimovaning hozirgi lavhasida mazkur tabiat mo'jizasi haqida so'z boradi. Sangardak sharsharasi shu yerda joylashgan qishloq nomi bilan atalgan. Sangtosh so'zidan olingan bo'lib, tosh o'rtasidagi qishloq degan ma'noni beradi. Haqiqatdan ham shunday. Ushbu qishloq ikki tomoni baland tog'lar bilan o'ralgan suvli maskandir. Balandlikdan tushayotgan suvning ohangi kishiga zavq bag'ishlab, asab tolalarini erkalagandek bo'ladi. Ayniqsa yuzingizga urilgan suv zarralari tog'ning salqin shabodasi, hayotga bo'lgan yangicha qarash, yuqori kayfiyatni baxsh eta oladi. Sangardak sharsharasi dengiz sathidan 2000 metr balandlikda otilib tushuvchi suv tabiatning betakror mo'jizasidir. Misli kamalakdek tovlanib, atrofdagi qoyalarga urilib oqayotgan zilol suv bahri dilingizni ochib, xush kayfiyat bag'ishlaydi. Sangardak darasiga kirib kelaverishda sharsharaning tovushi ancha uzoqdan eshitila boshlaydi. Bu joyga yetib kelganingizdan so'ng esa ushbu joyning go'zalligini o'zingiz o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz va his qilasiz. Sharshara shunday g'aroyib xususiyatga egaki, sharshara tog' daryosidan hosil bo'lmaydi, u g'orlar, karst daryolardan kelib chiqadi deb hisoblashadi. Pastga oqib tushayotgan suv, qoyalar va suv o'simliklari orasidan 20 metrlik balandlikdan pog'onali sharshara singari oqib tushadi. Sharsharalar doim odamlarning diqqatini jalb qilib kelgan, ularni tabiatning mo'jizasi, oddiy odamlar uchun ilohiy sovg'a deb hisoblashar ekan. Shuning uchun ham Sangardak yaqinida o'z afsonasiga ega bo'lgan ziyoratgoh ham bor. Sangardak sharsharasi hozirgacha minglab odamlarni, minglab sayyohlarni o'ziga jalb etib kelmoqda. Ajib tabiat salqin shabada bu yerni odamlarning sevimli ziyorat maskaniga aylantirgan. Zilol suvdan tatib ko'rish va oftob deyarli tushmaydigan xush havo sharshara manzarasini ko'rish uchun juda ko'plab odamlar oqib kelishadi. Hattoki folklor jamoalarining chiqishlarini ham guvohi bo'ldik. 2023-yilda Sangardak So'lim go'shasi qishlog'i turizm qishlog'i deb nom olgan. Bu yerda hozir salqin bo'lgani uchun kamroq, lekin aholi o'sha gavjum bo'ladigan vaqtlari bo'ladi. Biz har shanba, yakshanba kunlari va haftani o'sha dam olish kunlari kelib, mana shu Dashnobod anori bilan, qolaversa boshqa jamoalarimiz bilan birgalikda mana shu mahalliy hamda xorijiy sayyohlarga konsert dasturlarimiz namoyish etib kelmoqda. Ma'lumot uchun Sangardak O'zbekistonning eng baland sharsharalaridan biri. Uning balandligi 60-70 metrgacha boradi. Suv serob bo'ladigan bahor oylarida 100 metrgacha yetishi mumkin. Sharshara may oyi o'rtalaridan sentyabr oyi o'rtalarigacha sayyohlar bilan gavjum bo'ladi. Darhaqiqat Sangardak sharsharasi O'zbekiston tabiatining noyob durdonasidir.